Sapojnik bez sapog deb bekorga aytmaydi do'stlar. 4 yil davomida og'ir vaznli insonlarga o'zim yordam berib kelaman. Ozishlikka YouTube orqali YouTube'da 150 ming obunachim bor. Xo'p, 90 kilogramga tushmoqchiman. Mana shu rasmda ko'rib turgan holatimga 4 oyda maqsad qildim inshaalloh. Xo'p, bugun ertalab taroziga chiqdim. 122,5 kilogramni ko'rsatdi. Bugun ozishligimizning birinchi kuni do'stlar. Kanalimga obuna bo'ling. Sizlar bilan birgalikda ozamiz. Kunlik qo'yib boraman qanaqa qilib ozayotganimni inshaalloh birgalikda fikr almashib ozamiz. Xo'p, 50 daqiqaga yaqin yurdim. Mana 49-35 sekund ko'rsatyapti. 4 kilometrdan ziyod yurdim. 320 kaloriya sarfladim. 5 km/soat tezlikda. Xo'p, bego'y daroshkadan keyin maktab vaqti keldi. Bolalarni o'qishga, ya'ni bog'chasiga olib borib qo'ydim. Ularni olib borib qo'ygach, nonushtaga o'tirib, bir dona tuxum va bitta avsiyani quymoqni yedim. Avsiyani quymoqni ham YouTube kanalimga joylaganman, qanaqa qilib tayyorlanishini 40 dan ziyod ovqatlar qilib ko'rsatgan Parhezga oid. Nonushtadan so'ng velosipedga, ya'ni yarim soat velosipedga yurdim. Xo'p, velosipeddan keyin Xostavardan narsalarni oldim va qurilish tomon yo'l oldik do'stlar. Xo'p, akamning uyiga qurilish qilyapmiz. Shunga narsalarni olib borib qo'ydik. Bugun montaj ishlari bo'ladi, svet tortib. Bu yoqda borganimizda obed bo'ldi. Ustalar bilan obedlikka o'tirdik. Uydagilar menga bulg'urdan osh qilib bergan ekan. Buni nonsiz o'zim yedim. Bu non menga tegishli emas, ustalarniki. Obedlikni qilib bo'ldik. Montaj ishlarini boshladik, montajni yakunladik ham do'stlar. Hozir uyga boramiz endi inshaalloh. Soat 4 bo'ldi. Ozroq pergus qilayin dedim. Nima yeyishni bilmay, ovsyankali quymoq qildim. 4 dan 1 bo'lagini yedim. Mana shu ko'rib turganingizda. Dastatishim bo'ldi. Xo'p, perkusdan keyin yarim soat bego'y daroshkaga yurdim. Ujinda obeddan qolgan bulg'urli osh o'shani yedim do'stlar. Kanalimga obuna bo'ling, birgalikda ozamiz. Like. Do'stlar, bu ko'rib turganingiz, ya'ni svej 2 dona pomidordan zviroy qilingan, tuzi kam, ya'ni tuzlama emas. O'zini yesam qandaydir suxoy bo'ladi, shuning uchun blenderdan o'tkazib zviroy shaklida yeyman. Mana shunday quyuq ovqat